Hurmatli obunachilar, komanda bo'stonlikdan 7 sotiyli uchastkamiz chiqyapti. Byudjetni qidirib yurganlar, byudjetni variant topib qo'ydik. Mana shu uchastkamiz akkuratligina qilingan. Sotuvda o'zbinova qurilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Kirishimizdan darvozaxonamiz burchakka terilgan. Birinchi xonamiz mehmonxona. Mehmonxonamiz ham yomon emas. Katta qilib tayyorlangan ekan. Remontlari ham sredniy. Bu yerda ham ikkita xonamiz bor. Detskiy ikkita xonamiz bor. Ayollarning o'tiradigan xonasi. Remontlari yomon emas, kirib yashasa bo'ladi. Keyin katta zalimiz bor. Hovlimiz zeleniy zonasi. Balangina qilib qo'yilgan ekan, arka bilan yopib qo'yilgan ekan. 8 tondali hovuzimiz. Oshxonamiz o'tiradigan joyi bilan kladovkalari ham bor ekan. Tarafga hammomimiz ruskiy banya qilib qo'yilgan ekan. Mana aka. Reklama qo'yilgan hojatxonamiz, to'ratxonalar bilan. Bu tarafdan kladovka va yana bitta hojatxona qilingan. Molxona ham joy qoldirilgan ekan. Hovlimiz 7 sutiga joylashgan, 8 xonadan iborat. Gaz, svetdan, suvdan muammo yo'q. Suvni tekshirib olamiz. Xo'p. Suvni ko'rib turganlaringdek kelyapti. Ichi doполнительный 8 xonali hovuz ham bor. Narxiga kelayotganimizda startda 44 ming so'ralibdi. O'tayotgan joyi bor, realnoyatga qilib berlar, pastdagi nomerga bemalol telefon qilib